bu yerda Saidaxon opa men juda ham ajoyib maktub o'qiyotgan edim. Ya'ni maktub bizni Farruxbek ismli tinglovchimizdan kelibdi. Assalomu alaykum Saidaxon opa. Farhod aka, opa ota-onasi o'tgandan keyin aytinglar, ehson qilsa o'sha odam o'zini o'ylab qilyapti dedinglar. Agar u odam o'zini o'ylamay qilayotgan bo'lsa-chi? Yana bir narsa, opam va Farhod aka farzand tug'ilib bilan onasidan ajrasa. Shunaqa narsani ko'rganimizda otasidan 1-2 yildan keyinmi bo'shim yoshligida ikkita sidan ajrasa, o'sha bola katta bo'lib qo'liga pul tushib, shunda bu hayotdan o'tgan ota-onasiga ehson qilsa, bu ehson qanday bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat deb Farruxbek, biz siz noto'g'ri tushunmang bizni fikrlarimizni. Bu ota-onasi borligida imkoniyati bo'la turib, ularga mehr muhabbatini ko'rsata olmagan, ularning ko'nglini ola olmagan insonlar, ular o'tgandan keyin o'z vijdonlarini oldidami, el yurtda oldidami, o'zlarini oqlash uchunmi yoki ko'z-ko'z qilish uchunmi o'sha ehsonlarni keragidan ortiqcha o'tkazayotgan insonlarni aytib o'tdik. Bu uchun ehsonlarga qarshi fikrimiz hech qachon yo'q. Albatta ehsonlar, ularning orqasidan qilingan duolar ularning qabrlarini yoritadi, ularning qabrlariga soyabon bo'ladi degan so'zlarimiz bor. Biz mana ota-onasi mehriga Allohning amri bilan yetisha olmagan, imkoniyat qila olmagan insonlarda aybi yo'q. Ular haqiqatan ham ota-onasiga qanchalik qilsa, orqasidan duolarni qilsa, ularning ruhlari ular bilan, farzandlari bilan. Ularning ruhlari hech qachon farzandini tark etmagan. Ular nima qilsin? Albatta ehsonlar qilsin. Chunki boshqa ilojisi yo'q. Ularga kiyim olib bera olmaydi, oziq-ovqatini qilib bera olmaydi, uyga bir rov kirib o'ta olmaydi, chunki ular qachonlardir olamdan o'tganlar. Lekin ularning ruhlari albatta farzandlari bilan, ularni har bir qilgan ishlarida qo'llaydilar, yo'llaydilar. Albatta topgan imkoniyati bilan ehson qilsalar, albatta faqat savob yo'lida bo'ladi. Albatta, qolaversa Saidaxon opa, bu Farruxbek bu maktub asosida kelgan Saidaxon opaning fikrlari edi. Lekin yaxshi farzandlar ham bor, lekin yaxshi farzandlarga qaraganda hozirda o'z ota-onalariga mehrini ko'rsata olmayotgan farzandlarni ham ko'p kuzatishingiz mumkin. Aynan mana shu hayotiy sharoitimizda. Va Saidaxon opa keyingi savol egalari, nima uchun hammalar kelinoylarini yomon deydilar? Misol, meni kelinoyim juda ham yaxshi, onajonimga mehribon, buvajonimning duosini oladigan, juda ham hamma havas qiladigan kelinoyim. Men kelinoyimni juda ham yaxshi ko'raman. Bunday kelinoylar ham bor, Saida opa deb yozib yubordilar. Albatta bor. Men faxrlanaman, bunaqa qizlarimiz bor. Meni yaqin bir tanishim bor. Onasinikida bir kun tunamas ekan. Shunaqa sog'inib opa ukalar kelishib, "Kelmaysanmi?" desa, kelarkanda oyim qiynalib qoladilar. Onajonim qiynalib qoladi. Dadam toratiga suv qilish kerak erta. 1-2 soat o'tirar ekanlarda, yana o'sha qaynonasinikiga, onajon deb atagan insonnikiga yo'l olar ekan. Chunki biz ota-onamizga mehmonmiz turmushga chiqqanimizdan keyin. Haqiqatan ham qaynonamizni ona desak kam bo'lmaymiz. Ularning duolarini olsak, ularning xizmatini qilsak, biz hech qachon qiynalib qolmaymiz. Chunki o'sha xizmatni boshqa paytda ham boshqa o'zimiz bolalarimiz uchun ham qilib yashashimiz mumkin. Asho qaynonamizniki onamiznikidan ham ulug'roq duosi bo'lib o'tishi mumkin. Rahmat. Qolaversa ba'zi holatlarda onalarimiz qizlarini, farzandlarini, ya'ni turmushga beradilar. 10-15 kun o'tmay qo'ng'iroq qiladilar. Qudalariga qilib turib, "Men qizimni sog'indim, men uyga jo'natib yuboring, har 10 kunda kelish kerak" deb shartlar qo'yadilar. Shunday holatlarga siz qanday qaraysiz? Shunday holat hozir meni o'sha advokatlik, o'sha himoyamdagi bir insonni oilasida shunaqa holat yuz beryapti. O'sha kelinni oldiga borish arafasida turibmiz. Chunki xuddi shu holat bilan Unadirda, qudalar Unadirda yasharkanlar. Bular Shaytepa mavzeida meni himoyamdagi insonlar, ular bir farzandi bilan o'sha oilani buzilmasligini harakatida. Lekin o'sha siz aytgandek kelinni ota-onasi, dadasi davleniya ekanda, onalari sahr bo'lib qolgan ekanlar. Qizimiz har 10 kunda biznikida bo'lishi kerak va 2 kundan обязательно biznikida turib ketishi kerak degan shart bilan o'z qizini oilasini buzilib ketishiga sabab bo'layotgan ota-onalarimiz bor. Shunaqa insonlar borki, o'z farzandidan yuragini uzolmay, ularni xizmatidan kecha olmay, ularga suyanchiqligidan voz kecha olmagan
ota-onalar bor. Bunaqa ota-onalar ham qizlarni biz o'ylab birovni mulki deb qaraganmiz-ku shunchadan beri. Qizlarimiz o'sha qaynonasini, erini mulki-ku. Ular nima uchun o'sha oilani buzish darajasiga yetish kerak, ota-onaga qilish kerak. Lekin qizlardan, o'g'illardan talab qilgan darajasini talab qilishimiz menimcha noto'g'ri. Rahmat. Albatta Saidaxon opa, bugungi efir soatlarimiz davomida deyarli ko'pchilik Oynajahon muxlislari va radio tinglovchilarimiz o'zlariga kerakli maslahatlarga ega bo'ldi deb umid qilaman. Vaqtlarimiz sekin astalik bilan o'z poyoniga yetmoqda Saidaxon opa, va eng so'nggi so'z o'rnida bizni muxlislarimizga tilaklaringiz va maslahatlaringiz. Bugungi mavzudan kelib chiqib muxlislarimizga, ota-onasi bor inson eng boy va davlat inson. U insonni uyida tillosi bo'lmasin. U insonni qavat-qavat uyi bo'lmasin, lekin uni ota-onasini borligi, uni boyligi. Ota-ona bilan biz uyimizda farishta to'ldir. Ota-ona bilan biz uyimizda baraka bor. Ota-onalarimizga o'sha o'tganidan keyin armon bilan ularni eslash o'rniga men shunday baxtni tilardimki, insonlarga hozir hayotligida boshlariga qo'yib ota-onalarni hojilarga olib borib imkoniyatlarimiz bo'lsa, ota-onalarimizni o'sha bizni ortimizdan uyga qaytib kelgunimizcha chiroyli duolarini olishlikka yetkazsin. Bu menimcha juda ham katta baxt. Bu baxtni hammaga tilayman. Rahmat. Albatta juda ham o'rinli gaplarni gapirdingiz Saidaxon opa. Albatta har bir farzand ota-onalari borligida ularni asrab, avaylab, o'zlariga bergan muhabbatlarni onalariga, otalarga berishlari darkor. Demak, mana shu omonat dunyoda hamisha omon bo'lishga barchangiz majbursiz. Keyingi yana efir soatlariga qadar xayr omon bo'ling. Sizlar bilan Saidaxon opa hamda Kamina Farhodjon Intimakda. Xayr azizim. Xayr.